Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar, kun rosa isib ketganda Alloh yer ahliga quloq solib turar ekan. Qarab turar ekan, ya'ni bu degani siz bilan menda. Qani bandalarim nimadirkin bu issiqlarda. Shunda qaysiki banda qanday ham issiq, ey Allohim, meni do'zax issiqingdan, do'zaxni issig'idan o'zing saqlagin desa, jahannamga Alloh aytar ekanda, ey jahannam, falon bandalar sendan panoh so'radi mendan. Sen bilib olgin, o'sha bandalarimni senga kirgizmayman derkan. Qarang qanchalik bu issiqqa qilgan duoyimizga bo'lgan mukofotni ko'ringlar. Shuning uchun bo'lmay ketdi, yondirib yubordi, u bo'lib ketdi, bu bo'lib ketdi demasdan, xuddi shu gapni aytish kerak.